Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 41-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda fe'lningki fa'il e'tibori bo'yicha ikki qism bo'lganligi haqida so'zlaymiz. Fe'l fa'il e'tibori bo'yicha, ya'ni fa'ilningki ma'lum yoki ma'lum emas e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi. Birinchisi ma'lum fe'l. Ma'lum fe'l deganimiz uning fa'ili ma'lum bo'lgan. Ya'ni jumlada fa'ili qanday qilgan, so'zlangan ma'lum bo'lgan fe'lni biz ma'lum fe'l deymiz. Majhul fe'l desa dal aksi. Uning fa'ili jumlada qanday qilgan, so'zlanmagan, fa'ili noma'lum bo'lgan fe'lni biz majhul deymiz. Ma'lum deganni deydi ma zukira fa'iluhu fil kalam. Uning fa'ili jumlada so'zlangan fe'lni biz deymiz ma'lum fe'l deymiz. Masalan, Arifal muznibul haqqa. Gunohkor haqiqatni tunudi. Bu jumlada arifa degan fe'il, al muznibu degan cho fa'il, al haqqa degan cho maf'ul. Bu yerdagi arifa deganni biz ma'lum fe'l deymiz. Chunki buningki muznibu degan fa'ili jumlada qanday qilgan so'zlangan. Ya'ni bu fe'lning fa'ili ma'lum. İkinci qismi majhul fe'l. Majhul fe'l degan qanday fe'l deganda uning fa'ili bilinmagan, aniqsiz bo'lgan, jumla qanday qilmagan, so'zlanmagan, maf'ulun bih u fa'ilning o'rnida turgan fe'lni biz majhul fe'l deymiz. Maf'ulun bih majhul fe'lda fa'ilning o'rniga chiqib, uning ismi naib fa'il bo'ladi. Deydi majhul fe'l deganimiz ma lam yuzkar fa'iluhu, uning fa'ili so'zlanmagan va maf'ul uning o'rnida turg'izilgan fe'lni biz deymiz majhul fe'l deymiz. Ve yahtassu bil mutaaddi ve mutaaddi fiilga çok xas bo'ladi. Mutaaddi fiilga xas bo'ladi. Masalan, urifal haqqu. Haq tunuldi. Haq tunuldi. Tunulgan narsa nima? Haq. Kim tunudi haqni? Demek bu yerda arifa degan fiilning nimasi yo'q, fa'il yo'q. Shuning uchun bu yerda fiil majhul bo'ldi. Fiil majhul bo'lgan vaqtda uningki ma'lum holatidagi qurilmasini o'zgaradi. Ma'lum holatida arifa bo'lgan bo'lsa, majhul holatida urifa deb qanday qildi? O'zgardi. Demak, bu jumlada fa'il tashlandi. Al-haqqa degan dastlabki jumladagi maf'ulun bih fa'il bo'lmagandan keyin, fa'il bilinmagandan keyin fa'ilning o'rniga chiqib, naib fa'il bo'ldi deymiz. Haq tunuldi. Demak, majhul deganimiz fa'ili so'zlanmagan, ya'ni fa'ili bilinmagan, maf'uli u fa'ilning o'rniga chiqqan fe'lni ko'rsatadi. Bu faqat mutaaddi fe'ldan chiqadi, lozim fe'ldan chiqmaydi. Endi bu ma'lum fe'lni majhul qanday o'zgartirmaymiz? Buning qoidasi qanday deganda, ma'lum fe'lni majhul qilgan vaqtimizda uningki qurilmasida o'zgarish bo'ladi. Masalan, arifa degan fe'l majhul bo'lgan vaqtda urifa deb qanday bo'ldi? O'zgardi. Endi buning qoidasi qanday o'zgaradi deganda, agar biz bir mozini, ya'ni mozi fe'lni majhul qilmoqchi bo'lsak, bu mozining boshida hamza bo'lmasa, istag'fara, istakhraja deganga o'xshagan hamza bo'lmagan mozi bo'lsa va boshida ta bo'lmagan mozi bo'lsa, xuddi tafaddala deganga o'xshagan ta bo'lmagan mozi bo'lsa, qanday mozi bo'lsa, hamza bo'lmagan, ta bo'lmagan moziga qanday bo'ladi desa, xuddi kataba, daraba, arifa deganga o'xshagan bundaq mozi bo'lib qolsa, buningda birinchi harfini pesh qilamiz, oxirining ilgirki harfini zir qilamiz. Kataba degan bu fe'lda majhul qilish uchun birinchi harf bo'lgan kafni pesh qilamiz, oxirining ilgirki harfi bo'lgan ta harfini zir qilamiz. Nima bo'ladi? Kutiba bo'ladi. Demak, boshida hamza bo'lmagan va ortiq ta bo'lmagan fe'lning birinchi harfini pesh qilish, oxirining ilgirki harfini zir qilish bilan majhul fe'l quriladi. Unda bo'lsa, boshida ta'kid qilgan fe'lni qanday chiqaramiz? Boshida ta'kid qilgan fe'ldan majhulni qanday chiqaramiz deganda, boshida ta'kid qilgan fe'ldan majhulni birinchi, ikkinchi harfini pesh qilish bilan oxirining ilgirki harfini zir qilish bilan chiqaramiz. Masalan, tafaddala degan fe'lda birinchi, ikkinchi harfini pesh qilamiz. Nima bo'ladi? Tufuddila bo'ladi. Oxirining ilgirki harfi bo'lgan dotni zir qildik. Tufuddila. Endi boshida ta'ib qolganni birinchi, ikkinchi harfini pesh qilish, oxirining ilgirkisini zir qilish bilan chiqarar ekanmiz. Boshida hamza gap qolganda qanday chiqaramiz? Xuddi istag'fara, istakhraja deganga o'xshagan fe'llardan majhul fe'lni qanday chiqaramiz deganda,
beshiga hamza kelib qolgan fe'llardan majhul fe'lni birinchi, uchinchi harfini pesh qilish bilan oxirining ilgirki harfini zir qilish bilan chiqadi. Masalan, istagfara desak, birinchi harfi hamza, ikkinchi harfi sin, uchinchi harfi ta. Ya'ni birinchi, uchinchi harfini pesh qilamiz. Buni da ustugfira oxirining ilgirki harfi bo'lgan fa zir qilinadi. Ustugfira, ustugrija degan. Mana bu ma'lumdan majhul qurishninki qoidasi. Deydi, fa in kana madiyan, agar madi bo'lib qolsa biz majhul qilmoqchi bo'lgan fe'l, va laysa fi awwalihi hamzatu wasl. U mazining beshida hamza vasli yo'q va ortiq ta bo'lmagan mazi bo'lib qolsa, va yudammu awwaluhu. Uning birinchi harfi pesh qilinadi va yuksaru ma qabla akhirih. Oxirining ilgirki harfi zir qilinadi. Masalan, kusira, ukrimat deganga o'xshaydi. Endi meyadiki beshida ta bo'lmagan hamza bo'lmagan. Kusiraning beshida ham yo'q, tamichu yo'q. Ukrimaning oldida chu desa, buning beshida ukrima degan fe'lning beshida ortiq bo'lgan nima yo'q, hamza yo'q. Bu yerdagi akrama degan fe'lning o'zining hamzasi bor. Shunga biz hozir degan hamzaga bu tushmaydi. Oldida hamza bo'lmasa degan vaqtda hamza qanday hamza desang, hamzatul wasl. Bu ukrimaning akrama degan fe'lning beshida hamza qanday hamza desa, hamzatul qat'i. Shunga bu hamzatul qat'ining beshida nima yozilgan? Kichik hamza yozilgan. Bizning demoqchi bo'lgan hamza hamzatul wasl. Kichik hamza yozilmagan alifni ko'rsatadi. Endi beshida ta bo'lgan fe'lni qanday chiqaramiz? Va yudammu awwaluhu va thaniyahu. Thaniyuhu. Birinchi harfi va ikkinchi harfi pesh qilinadi va oxirining ilgirki harfi zir qilinadi. Fima awwaluhu ta'un zaida. Beshida ortiq ta bo'lgan. Beshida ortiq ta bo'lgan. Masalan, tufuddila deganga o'xshagan. Ta'dan iborat ortiq ta va buningda ta'dan iborat birinchi, ikkinchi harfini pesh qilamiz, oxirining ilgirki harfi bo'lgan dotni zir qilamiz. Tufuddila bo'ladi. Unda bo'lsa beshida hamzatul wasl kelgan fe'lni desa, va yudammu awwaluhu va thalithuhu. Birinchi, uchinchi harfi pesh qilinadi va oxirining ilgirkisi zir qilinadi. Fima awwaluhu hamzatul wasl. Beshida hamzatul wasl bo'lgan. Masalan, ustughfira, ustukhrija deganga o'xshaydi. Endi modi bo'lib qolsa shunday bo'ldi ekan. Mudori bo'lib qolsa qanday bo'ldi deganda, mudorining texmi oson. Mudorida birinchi harfini pesh qilamiz, ya'ni mudorat harfini pesh qilamiz, oxirining ilgirki harfini zavr qilamiz. Deydi, va in kana mudari'an, agar mudori fe'l bo'lib qolsa, birinchi harfi pesh qilinadi, oxirining ilgirkisi zavr qilinadi. Masalan, yuksaru, yukramu, yuta'allamu, yustaghfaru. Demak, mudori fe'lda mayli u beshida hamzatul wasl kelsin, hamzatul qat'i kelsin, ortiq ta kelsin, qanday fe'l bo'lsin, mudori fe'lni biz majhul qilmoqchi bo'lsak, birinchi harfi pesh qilinadi, oxirining ilgirki harfi zavr qilinadi. Masalan, yuksaru birinchi harfining bo'ldi, pesh bo'ldi. Yukramu birinchi harfi pesh, oxirining ilgirki harfi bo'lgan racho zavr. Hammasi shunday bo'ldi. Birinchi harfi pesh, oxirining ilgirki harflari nima bo'ldi? Zavr bo'ldi. Endi fe'l ajab bo'lib qolsa, ya'ni o'ttirli kasal harf kelgan qala, ba'a deganga o'xshagan fe'ldan majhul fe'lni qanday yasaymiz deganda, bundan o'xshashla majhul fe'lni yasash qurilmasining o'zgarishi bilan bo'ladi. Buningda majhul fe'lni yasagan vaqtimizda qurilmasi o'zgarish bo'ladi. Qanday o'zgarish bo'ladi deganda, buningda birinchi harfi zir qilinadi. Endi uning o'rtadagi kasal harf bo'lgan alif yog' o'zgartiriladi. Masalan, qala desak, qala degan bu ajab fe'lning birinchi harfini zir qilamiz. Qofni zir qilamiz. Undan keyingi alif bo'lgan kasal harfni yog' o'zgartiramiz. Nima bo'ladi? Qila. Deydi, va in kana al-fi'lu ajwafan, agar fe'l ajab bo'lib qolsa, ajab madi bo'lib qolsa, yuksaru awwaluhu. Birinchi harfi zir qilinadi, uning alifi yog' o'zgartiriladi. Masalan, bi'a, qila. Endi mudori bo'lib qolsa desa, va in kana mudari'an, agar mudori bo'lib qolsa,
birinchi harfi pesh qilinadi, uning aynicho alifga almashtiriladi. Va tuqlabu aynuhu alifan. Uning ayni, ya'ni aynning barobaridagi harfi nimaga o'zgartiriladi? Alifga. Ya'ni ya, ya'ni nimaga o'zgartiriladi? Alif. Nima bo'ladi? Yuba'u, yuqalu bo'ladi. Mana bu shu bo'yicha fe'ldan, ya'ni ma'lum fe'ldan majhul yasaladi. Ma'lum va majhul fe'l aloqador bo'lgan mazmun mushahada yaqlashdi. Buningki oxirida ko'nikma berilgan. Ko'nikmada istakhrijil fi'l mabni lil majhul wal ma'lum wal lazim min al jumal al taliya. Tuandagi jumladan ma'lum majhul fe'lni chiqaring deydi. Hafizat tullabun nashid al watani. O'quvchilar davlat naqsini yodladi deydi. Hafiza fe'l, buni fe'l degan o'rniga yozasizlar. Majhulmi, ma'lummi? Majhul bo'lsa majhulning ostiga belgi qo'yasizlar, ma'lum bo'lsa ma'lumning ostiga belgi qo'yasizlar. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun harflarningki quvvat e'tibori bo'yicha, ya'ni harflarning kuchlik va ojizlik e'tibori bo'yicha ikki turga bo'linadi. Birisi sahih fe'l, yana birisi kesal fe'ldir. Sahih fe'l degan nima desa, tarkibida hech qanday, ya'ni asli harfida hech qanday kesal harf bo'lmagan fe'lni biz sahih fe'l deymiz. Kesal harf degan joy desa, uning asli harfida bir yoki ikki dona kesal harf bo'lgan fe'lni biz nima deymiz? Kesal fe'l deymiz. Sahih fe'lning misoli intayin ko'p, masalan, kataba deganga o'xshagan. Kesal fe'l joy desa, masalan, vaqa, sa'a, rama deganga o'xshagan. Endi deydi fe'l bi'atibar quvvat ahrufihi va da'fiha qisman deydi. Fe'l harflarning quvvat va ojizlik e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi deydi. Birinchisi sahih fe'l. Sahih fe'l degan nima deganda, ma kanat ahrufuhu al-asliya ahrufan sahihan. Faqat uning asli harflari sahih harf bo'lgan fe'lni biz deymiz sahih fe'l deymiz. Ya'ni asli harf deganimiz biz fe'lga baho bermoqchi bo'lgan vaqtimizda sahihmi kasalmi deb baho bermoqchi bo'lgan vaqtimizda uning asli harfiga qaraymiz. Keyin kelgan uning qurilmasida o'zgarib, qo'shilib qolgan harflar kasalar bo'lib qolsin mayli. Asli harflarda kasal harf bo'lmasa, uning bo'ladi sahih fe'l. Masalan, kataba desak, bu fe'lni biz sahih fe'l deymiz. Nima uchun? Tarkibida hech qanday kasal harf yo'q. Kataba, buning uchun sahih fe'l deymiz. Bu katabada alifdan iborat kasal harf bo'lgan bo'lsa, yo'q, bu degan sahih fe'l. Chunki katabaning aslisi nima? Kataba. Katabadan chiqqan fe'l. Buning asli harflarda kasal harf yo'q. Shundan bo'ldi sahih fe'l deymiz. Demak, sahih fe'l deganimiz tarkibida hech qanday kasal harf bo'lmagan fe'lni biz sahih fe'l deymiz. Endi sahih fe'llarning ichidan qarab baqsaq, kataba deganga o'xshagan hech sog'lom fe'l keldi ekan. Qara'a deganga o'xshagan oxirida hamzatul qat'i bo'lgan, ya'ni asli kasal harf emas, asli hamza bo'lgan hamzalik fe'l ekan sahih fe'lning ichida. Hajja, farra deganga o'xshagan bir harf takror kelib qolgan fe'llar ekan. Bularning hammasi nima ekan? Sahih ekan. Demak, bu nuqtadan sahih fe'l 3 qism bo'ladi. Sahih fe'l 3 qism bo'ladi. Birinchisi salim sahih fe'l. Salim sahih fe'l degan qanday fe'l deganda, huwa ma lam yakun ahadu ahrufihi al-asliya harfu illa. O asli harflardan birisi kesal harf bo'lmagani va hamza bo'lmagani. Qara'a deganga o'xshagan bir hamza, kesal harf bo'lmagan hamza bo'lmagani va mukarrar va takror harf bo'lmagani biz deymiz salim fe'l deymiz. Masalan, qara'ani biz sahih fe'l deymiz, lekin salim fe'l demaymiz. Chunki unda hamza bor. Hajjani biz sahih fe'l deymiz, lekin salim fe'l demaymiz. Salim fe'l deganimiz kataba, zahaba, alima deganga o'xshagan tarkibida hech qanday kasal harf bo'lmagan va hamzami bo'lmagan va takror harfmi bo'lmagan fe'l salim fe'l. İkincisi mahmuz fe'l. Bu sahih kitaba. Shuni biz sahih mahmuz deb ataymiz. Bu mahmuz fe'l degan nima desa, uningki asli harflarida hamza bo'lgan. Bu hamza kasal harf emas. Masalan, akhadha, sa'ala, qara'a deganga o'xshaydi. Qarab qaraydigan bo'lsak, akhazaning bosh harfida hamza kelgan, sa'alaning o'ttir harfida hamza kelgan, qara'aning oxirgi harfida hamza kelgan. Mel nima kelsin, bu mahmuz fe'l deb ataladi. Endi beshida hamza kelgan bo'lsa, buni mahmuzul fa deymiz. Ya'ni fa'ala degan o'lchamdagi fa'ning barobarida hamza kelgan fe'l deymiz.
o'ttirda hamza kelgan bo'lsa, sa'ala deganga o'xshagan mahmuzul ayn deymiz. Oxirida hamza kelgan bo'lsa, mahmuzul lam deymiz. Dedi shunga mahmuz 3 qism bo'ladi. Va huwa talatat aqsam, mahmuz 3 qism bo'ladi. Mahmuzul fa akhaza deganga o'xshagan. Ya'ni 5da hamza kelgan bo'lsa, mahmuzul fa bo'ladi. Mahmuzul ayn o'ttirda, ya'ni aynning barobarida hamza kelgan bo'lsa, mahmuzul ayn bo'ladi. Mahmuzul lam oxirgi, ya'ni lamning barobarida hamza kelgan bo'lsa, qara'a deganga o'xshagan mahmuzul lam bo'ladi. Demak, mahmuzmu sahiga tava. Endi üçüncüsü qaysi desa, harf takror kelgan. Buni biz deb ataymiz, mudoaf fe'l deb ataymiz. Bir harf takror kelib, idg'am qilingan bo'lsa, yoki idg'am qilinmasa-mu takror kelgan bo'lsa, buni bo'ladi mudoaf fe'l bo'ladi. Bu mudoaf fe'l bo'lsin, mahmuz bo'lsin, salim bo'lsin, bu nimaga tava? Sahih fe'lga tava. Chunki bularning tarkibida kesal harf yo'q. Mudoaf fe'l deganimiz ma kana ahadu ahrufihi al-asliyya mukarraran li ghayri ziyada. Mudoaf fe'l deganimiz asli harflardan birasi takror bo'lmag'ini li ghayri ziyada. Ortiqning boshqasi uchun takror bo'lmag'ini deganga, bu yerdagi takrorlik ortiq bo'lganlik tufaylidan emas, ortiq tufaylidan bo'lmagan holatda asli harflardacho takror bo'lg'ini, ha? Takror bo'lg'ini. Asli harflardan bir harf takror kelgan. Bu takrorlik ziyodalik yo'liga asosan emas. Masalan, farra desak, bu yerda radning ikkisi bor. Farara. Zalzala desak, bu yerda zadning ikkisi bor, lamning ikkisi bor. Demak, o'xshash harfning ikkisi kelgan bo'lsa bir fe'lda, ortiqlik yo'liga asosan emas, o'xshash harfning ikkisi kelgan bo'lsa, biz buni nima deymiz? Mudoaf fe'l deymiz. Bu mudoaf fe'lning ikki qism bo'ladi. Birisi mudoaf hulati, 3 harflik mudoaf fe'l, farra, hajja deganga o'xshagan va mudoaf rubai, 4 harflik mudoaf fe'l, zalzala, dahraja deganga o'xshagan. Endi biz fe'lni harfining quvvat va ojizlik e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'lgan. Birisi sahih fe'l, endi birisi mu'tal fe'l. Unda bo'lsa mu'tal fe'l degan qanday fe'l deganda, mu'tal fe'l deganimiz 4 qism bo'ladi. Kesal harf ba fe'l deganimiz 4 qism bo'ladi. Birinchisi misol fe'l. Misol fe'l degan nima desa, uning tunji harfida, ya'ni fa'ala degan o'lchamdagi fa'ning udildagi tunji harfida kesal harf kelgan bo'lsa, biz buni misol fe'l deymiz. Misol fe'l deganimiz mu'tal fe'lning birinchi turi. Deydi, misol fe'l deganimiz ma kanat fa'uhu harf illa. Uning fa'si, ya'ni birinchi harfi illat harfi bo'lgan. Masalan, wa'ada, waritha degan o'xshaydi. Va'da qildi, miros oldi desak, wa'adadu wo, warisadum wo. Demak, tunji harfida fa'ning barobaridagi, fa'ala degan o'lchamdagi fa'ning barobaridagi tunji harfidan ba kesal harf bor. Buni nima deymiz? Misol deymiz. Ikkinchisi ajvab fe'l. Ajvab fe'l degan nima desa, o'ttirda kesal harf kelgan. Ya'ni aynning barobarida kesal harf kelgan. Masalan, ma kanat aynuhu harf illa. Uning ayni kesal harf bo'lgan. Qala ba'a deganga o'xshaydi. Demak, buningki o'ttirdagi harfi alifdan iboratchi kesal harf bor deymiz. Uchinchisi naqis. Naqis degan qanday fe'l desa, uning lamining barobarida kesal harf kelgan. Ya'ni oxirgi harfi kesal harf bo'lgan. Masalan, deydi, ma kanat lamuhu harf illa. Uning lami illat harfi bo'lgan. Masalan, radiya, rama deganga o'xshaydi. Radiyada yaddan iborat kesal harf bor. Ramadichu alifdan iborat kesal harf bor. To'rtinchisi lafif. Lafif degan nima deganda, lafif deganimiz ma kana fihi harfan min harf al-illa asliyan. Asli harf illat bo'lgan, asli harfidan 2 harf kesal harf bo'lgan. Asli harfidan 2 harfining bo'lsa, bir fe'lda 2 harf kesal harf bo'lsa, buni biz lafif deb ataymiz. Masalan, tawa, wafa. Tawa degan qatladi, wafachi wafa qildi deganga. Tawa deganda wo yadni iborat 2 harf kesal kelgan, wafa degandicho wo yadni alifdan iborat 2 harfchi kesal kelgan. Tawada wo ya bir yerda kesal harf keldi. Wafa degan fe'lda birinchi harfi va oxirgi harfidan iborat 2 harfchi kesal keldi. Mana bu nuqtadan buni ikkiga bo'lamiz. Lafifni ikkiga bo'lamiz. Nimda? Lafif maqrun. Lafif maqrun degan nima desa, ma kana harf al-illa fihi mujtami'ain.
Ya'ni uningdagi ikki kasal harf mujtami'in birga kelgan bo'lsa, xuddi tava deganga o'xshagan. Tava degan fe'lda u ya bu ikki kasal harf bir o'rinda keldi, jug'lashib keldi. Tava nava deganga o'xshagan. İkincisi lafif mafruq. Lafif mafruq degan nima desa, uningdagi ikki kasal harf bilak-bilak kelgan bo'lsa, ya'ni bir yerda emas, bilak-bilak yerda kelgan bo'lsa. Masalan, deydi, "Ma kana harful illa fihi muftariqayn." Uningda ikki kasal harf bullab kelgan bo'lsa, ya'ni bir yerda emas, bullab kelgan bo'lsa. Masalan, wafa vaqa desak, buningda ikki dona harf kasal keldi. Masalan, vav bilan oxiridagi shu alif. Ammo bu ikki kasal harf bir o'rinda keldimi yoki birisi beshida, birisi oxirida keldimi desa, birisi beshida, birisi oxirida keldi. Demak, jug'lashmay keldi. Unda bo'lsa bu qanday lafif bo'ladi? Lafif mafruq bo'ladi deymiz. Endi bu kasal fe'llarni sahih fe'ldan qanday ayiramiz? Desa, odatda ko'pincha fe'llarda qarablan ayrig'ili bo'ldi. Masalan, kataba desak, ya buni tarkibida yo'q ekan, kasal yo'q ekan sahih deymiz. Rama desa, ha buni oxirida alif bor ekan, kasallar ekan, buni biz kasal fe'l deymiz. Ba'zi ayrig'ili olmaydigan fe'llar bor. Bunda vaqt qanday ayiramiz deganda, biz bunda deydi, yu'rafu as-sahih wal mu'tal min al-af'al fil mudari' wal mazid fihi bir-ruju' ila al-madi al-mujarrad. Sahih fe'l mu'tal fe'ldan tunuludi nimada? Mudari'da va mazidda. Odatda ayirg'ilolmaydigan ikki xil. Mudari fe'lda biz sahih fe'ldan ayirg'ilmaydigan bir holat bor. Va mazid fe'lda xuddi bayatdan akrama desam, akramaning beshidagini biz kasal harf demaymiz. Nimishqa? Chunki bu sulasi mazid. Deydi, endi mudari'da va mazidda uningdagi mujarrad holatidagi nimasi qaytamiz? Mazisi qaytib bilamiz. Deydi, sahih fe'l mu'taldan tunuludi fe'llarda, ya'ni mudari va mazid fe'lda uningki mujarrad mazisi qaytish bilan tunuludi deydi. Masalan, kataba desam, voy buning tarkibida alifdan iborat bir kasal harf bor ekan, bu kasal harf fe'l kendisi. Yo'q, bu sahih fe'l. Nimishqa? Chunki biz buningda mujarrad mazisi qaytamiz. Katabaninki mujarrad mazisi qaysi? Mujarrad mazisi kataba. Demak, sahih va mu'tal fe'llardan muzari va mazidda uningda mujarrad mazisi qaytish bilan tunuludi deydi. Demak, mudari va mazid fe'llarni biz mujarrad mazisi qaytib ayiramiz. Unda bo'lsa, bugungi darsimizdagi fe'lninki quvvat va ojizlik e'tibori bo'yicha ikkiga bo'linganligi haqida so'zlagan darsimiz mush yerda oyoqlashdi. Buni oxirgi ko'nikma berilgan. Ko'nikmasini ishlaysizlar. Birinchisi, Qur'ondagi fe'llarning turini ayiraysizlar. Salimmi, mahmuzmi, yoki mudoafmi, misolmi, ajvabmi, naqismi, lafifmi. Qaysi bo'lsa shuning ostiga belgi qo'yinglar. Masalan, da'a degan fe'l salimmi, mahmuzmi, mudoafmi, misolmi, ajvabmi, naqismi, lafifmi desa, bu naqis. Naqis degan nima edi? Oxirgi harfida kasal harf kelgan bo'lsa, naqis bo'ladi. Shunga o'xshagan ayiraysizlar. Ikkinchisi, اختر الفعل المناسب لملء الفراغ في الجمل التالية بحسب ما هو مطلوب. Talab qilganidek tuvandagi jumladagi bo'sh o'rinni munosib fe'l bilan to'ldiring deydi. Bo'sh o'rin at-talibul mujtahid darsahu deydi. Endi bu bo'sh o'rinni mu'tal, lafif, maqruf, mafruq bilan to'ldirdik ekanmiz. Ya'ni ikki dona kasal harf ayrim bo'lak kelgan kasal harf, kasal fe'ldan to'ldirib ekanmiz. Qanday to'ldiramiz? Masalan, at-talibul mujtahidu darsahu. Fahima, istaw'aba, qara'a, wa'a. Qaysi fe'ldan to'ldiramiz buning uchun desa, wa'at talib va wa'a. Bu yachiksiz kelishi kerak. Wa'at talibul mujtahidu darsahu. Va'a deganga yodilda desak, masalan, va'a deganda biz lafif mafruq deymiz. Chunki buningda ikki dona kasal harf, birisi beshida, birisi oyog'ida qanday kelgan, jug'lashmay kelgan. Shuning uchun biz buni mu'tal, lafif, mafruq deymiz. Buningga va'ani qo'yamiz. Bu shu bo'yicha aslında berilgan fe'ldan qizil rang bilan
talep qilinganicha qo'yisizlar. İkincisinde mesela sahih salimni qo'ying debdi. Aslında sahih salimni qo'yisizlar. Üçüncüsinde mu'tal lafif maqrunni qo'ying debdi. Dördüncüsinde mu'tal ajvafni qo'ying debdi. Beşincisinde sahih mahmuzni qo'ying debdi. Mushtarak bo'yicha qo'yisizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bugungi darsimiz mush yerda qolishdi. Kelarki soatlik darsimizga ko'chaylik. Assalomu alaykum.